Ho'p, assalomu alaykum quyosh qo'zlari. Yevro Kaliforniya Sagamon, Bo'stonliqdagi Murod aka Sagamondan kelgan samkamiz Gavan Nakras. 3 kun oldin mana tuqqan inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Pigmentatsiyalari zakonniy, voyaga yetgan yaxshi samka. Bolalari hammasi shaxtyor. 7 dona tug'gan. Bu yerda ham 2 donasi turgan ekan. Mana samkamiz. Bu samkamiz mana sametsdan qochgan. Bu Privoznoy Chexxa ikkinchi o'g'li, samets. Yoshi 1,5 yosh, qora pigmentli. Bu ham Murod akadan kelgan. Juda sho'x kasatka laqabli sametsimiz, vazni 5 kilo 200. Shundan qochgan edi. Mana inshaalloh tug'di, xudo xolasa. Stoykachi zo'r narsa. Juda sho'x sametsimiz. Asli burgullar chatishib yotibdi. Samets ko'rsataman dedim, burguni ham qo'shib qo'ydim. Xullas mana shu samkamiz, ona samkamiz, xudo xolasa 3 kun oldin tug'ildi. Bugun 31-mart bo'lsa, 3 kun oldin 27mi, 28 tuqqan. Xudo xolasa yana bolalari kattaroq bo'lsa, chiroyli video obzor qilinadi, xudo xolasa.